2006-yil o'zbek yo'nalishiga 25 ta bola grant qabul qilsa, 23 ta grant bizdan kirgan. O'sha juda menga ilhomlantirgan. Insonni o'zini topish uchun eng katta narsa uning xatolari. Qancha ko'p xato qilasiz, shular sizni o'zi topishga yordam beradi. Unutilmas voqea 2023-yildagi portlash. Shu haqida ko'p savol kelgan. Imkoni bo'lsa shu haqida. 2023-yilning 4-yanvar esimizdan chiqmaydi. Maksimumda oilasida fojia bo'lgan. Umar tili va adabiyotdan ustoz rahmatli, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yaxshi va Gulnora Toshpotovlar bo'ladilar. Ustozim jo'lar jo'natda bo'lsin. Dars jarayonida o'quvchini qandaydir kayfiyatini ko'tarish uchun o'zlarining hayotlaridan kelib chiqib gapirib beradilar. He has great resilience and tenacity. Bir tarafdan ustoz ham ishlash kerak. Bola bilan, ya'ni o'quvchi bilan. O'quvchi ham o'z harakat qilib, izlansa, natija bo'ladi ikki tarafdan. Men o'ylaymanki, ustoz kerak bo'lganda do'st, kerak bo'lganda esa o'qituvchi, kerak bo'lganda esa uni o'sha tayoq bilan bo'lsa ham urib tarbiyalovchi inson deb o'ylayman albatta. Ta'lim har qanday makon va har qanday zamonda inson hayotining eng muhim poydevori bo'lib kelgan. Aynan shu sababli bugun biz fikr mulohaza uchun o'z ishi bilan minglab yoshlarning hayotini o'zgartirayotgan inson Maksimum o'quv markazi rahbari Sherzod Rahmonni taklif etdik. Ustozlik bu oddiy kasb emas. Har bir ustozning ortida yillar davomida yig'ilgan tajriba, yenggan qiyinchiliklar, sinovlar va eng muhimi shogirdlariga meros bo'ladigan saboqlar yotadi. Ularning har bir hikoyasi yoshlar uchun yo'l, ota-onalar uchun ishonch, jamiyat uchun kuchdir. Bugungi suhbatimiz ta'limning ahamiyati, ustozning hayoti, ularning bosib o'tgan mashaqqatli yo'llari va har bir qiyinchilikdan olingan saboqlar haqida bo'ladi. Bu loyiha har bir o'quvchi, har bir ota-ona va kelajakni yaratishni istagan har bir inson uchun nihoyatda muhim. Ta'limning o'rni, ustozlarning jamiyatdagi qadri va bugungi avlod uchun qanday imkoniyatlar yaratish kerakligi haqida dolzarb bo'lgan har qanday muammo mulohaza o'z nishonida. Agar siz ham ta'lim mavzusiga befarq bo'lmasangiz, kanalga obuna bo'ling va fikringizni izohlarda yozib qoldiring. 21-asrda ustozning oldiga qo'yilayotgan talablar juda katta va aslida o'rinli ham. Ko'rib turganingizdek, eshik ortida butun bir vujudi bilan ilm o'rgatayotgan inson ustoz Sherzod Rahmon bugun bizning qahramonimiz. Mashaqqat chekmagan topmas xazina, tun ortidan kunduz kelar hamisha der edilar ustozimiz. Mana shu xonada ko'rib turgan har bir sertifikatingiz o'quvchilarning va eng avvalo ustozning tunu kun mehnati, mashaqqati va albatta duolari natijasida erishilgan va bugungi kunda allaqachon talaba degan nomga sazovor bo'lish uchun qilingan mehnatlar namunasidir. Muvaffaqiyat kimlarningdir nazdida qobiliyat orqali yetib boriladigan pog'ona, kimlardir esa uni mashaqqatli mehnat bilan yetib boriladigan joy deb o'ylaydi. Lekin bugungi qahramonimiz nafaqat qobiliyat, balki ham mashaqqatli mehnat va undan tashqari bizning o'zbekona so'zlarimiz bilan ataganda ko'plab zarbalardan o'tgan holda yetib borgan, ya'ni muvaffaqiyatga ko'p pog'onalardan o'tib borgan inson sifatida ayta olamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinim. Mulohazada bugun nishonda ustozimiz Sherzod Rahmon. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Eng avvalo kattakon rahmat, rozi bo'lib intervyuga xalqimiz uchun manfaatli ko'rsatuv bo'lishi uchun rozi bo'lganingiz uchun yana bir karra rahmat. Rahmat. Sizlarga ham. Savollar juda ham ko'p. Va albatta dastlab e'tirof etishim kerak, ustozimiz Maksimum o'quv markazi rahbari va respublika bo'yicha ko'plab oliy ta'lim dargohlarida o'quvchilari eng top natijalarni qo'lga kiritgan o'quvchilar hisoblanadi. Va ustozimizga intervyu taklifini berguncha biz aniq qilib aytganda 1 yildan ortiq vaqt mobaynida kuzatdik, o'rgandik va albatta ko'plab so'rovnomalar ham olib bordik. Bugun ana shu so'rovnomalar orqali yig'ilgan savollarga javobni olamiz ustoz sizdan. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Albatta ustoz, keling barchamizga qiziq. Bugun muvaffaqiyat ostonasida ekansiz. Har bir inson muvaffaqiyatga erishib bo'lganidan keyin ortiga nazar solar ekan, juda ko'p pog'onalardan o'tib kelgan. Lekin biz uchun juda qiziq ustozimiz Sherzod Rahmonning bolalik davrlari qanday o'tgan ekan degan savol. Keling shundan kirib kelsak. Kogon shahrida tug'ilganman.
ta'limga kirib kelishimizga ham, bolaligimizni yaxshi o'tishiga ham onajonim, otajonim ko'p sababchi bo'lganlar. Ikkita akamiz o'qi bilmagan bo'lsalar ham, ona otam tomonidan menga nisbatan juda yaxshi sharoit qilib berilgan. Lekin bu ko'pga cho'zilmagan, sharoitimiz juda og'ir bo'lganligi uchun biz mehnat qilishga majbur bo'lganmiz. Endi bu ko'rsatuvda men hech qachon intervyu bergan odam emasman. Shuning uchun ham ochiq aytyapman mulohazada. Ko'p kishi bilmasa kerak, o'quvchilarimizdan boshqa ommaviy axborot vositalarida ko'pincha intervyu berishdan qochganman doim. Endi bilasizmi, har bitta insonning hayotdan o'tadi qiyinchiliklar. O'sha har bitta qiyinchilikning ortida kim обязательно shu yaxshi kunlar yetib chiqish aniq. Shuning uchun ham yoshligim og'ir o'tgan, Qorabozor cho'llarida o'tgan. Undan so'ng kelib Kogonda shu og'ir mehnatda ishlaganmiz. Shunga majbur edik. Yo o'qish tanlasang qorning och qolardi. Mehnat qilmasang agar, mehnat qilsang o'qish tanlab bilmading. Lekin faqat onajonim motivatsiyalari bilan, duolari bilan shu yetib keldik. Odatda bilasizmi, ortga nazar tashlashni hech qachon xohlamaganman. O'zim tengqurlarimga nisbatan o'ynab kulib o'ynamaganman. Shuning uchun ham yaxshisi ortga qaytmaylik. Faqat oldinga qarab ketaylik. Umumiy qilib aytganda bu savolga javob yoshligimizdagi barcha azoblarning rohatini mana bugun ko'ryapmiz. O'sha hammasiga erishdik. Yana avval rejalarimizni to'xtab qolishi yo'q. Hali biz yosh, o'rganib boraveramiz. Shunaqa. Hali izlanishdasiz. Albatta. Albatta va biz uchun juda qiziq, ayni damda o'quv markazingiz tarix, huquq, ona tili va adabiyot fanlariga ixtisoslashtirilgan va talabalar ham ayni shu, demak, fanlardan sertifikatlarni qo'lga kiritib, talaba degan nomga sazovor bo'lishyapti. Va biz uchun juda qiziq, o'zingizning abituriyentlik davrlaringiz qaysi, demak, markazlarda o'tgan, qaysi ustozlarga shogird tushgansiz va bugun qay darajada bu sizga yordam beryapti? Ustozlarim juda ham ko'p, hozir ham menimcha bundan keyin ham ko'p ustozni etaklaridan ushlasam kerak, sababi o'zimiz hali ustozlarga yetib chiqqan emasmiz ham. O'rganishimiz kerak bo'lgan ko'p narsamiz bor. Avvalambor hayotdagi dars, shu repetir sohasida ustozlarim meni o'quvchilarimdir. Men ko'p narsani o'rganganman o'quvchilardan. Lekin shu fan jihatdan ustozlarim, ona tili va adabiyotdan ustoz rahmatli, Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Yaxshi va Gulnora Toshpotovna bo'ladilar. Ustozim Jo'lar Jo'natda bo'lsin. Yaxshi menga ilm berganlar. Hayitova ustozimiz. Lekin tamal toshni qo'yganlar Kogonda o'qiganimizda Dilrabo Jo'rayeva, Muhayyo Jo'rayeva, vaqt ustozlarimiz ta'riflanadi. Bular menga fan bo'yicha tamal toshdan qo'ygan ustozlarimdir. Yozishni o'rgatgan ustozlarim borlar. Alif B'dan boshlab. Men chap qo'lda yozardim, doim o'shardilar. Ustozim Quliyeva borlar. Boshlang'ich ustozim Bozorov borlar. Va abituriyentlik paytimda men ko'p kishi kursga borganman. Va o'zim o'sha 2009-yilda men o'rgansam, bolalarga bepul o'rgatardim. Shuni evazidan sekin-sekin o'qituvchilikka bo'lgan kasbga nisbatan mehnatim, mehrim oshib borgan. 4-son akademik litseyni bitirib chiqqanimizdan so'ng institutga kirganmiz. Mana Buxoroda universitetini bitirib chiqdik. Hozir o'tib yuribmiz shu fanlardan dars. Ustozlarim juda ham ko'p bo'lgan. Qaysi birlarni hammalari ustozim, mana ko'rib turgansiz ekran ortlarida. Hammalari ustozim deyman, rahmat deyman. Lekin kurs sohasida ichkarida shu 10 yildan beri meni ko'p narsani fanga o'rgatgan ustozlarim meni o'quvchilarimdir. G'alati eshitilishi mumkin, lekin ko'p narsa biz bahslar qilamiz, juda ko'p bahs qilamiz. Har xil psixologiya, mingdan ortiq bola, bular bilan ishlayotgan paytingizda qaysidir hayotga qanday moslash kerak, pedagogik jihatdan ham o'zi tayyorlab borar ekan. Ko'p aytadiki, repetir bo'lish osonmi, qiyinmi? O'zi abituriyent bo'lib, qiynalib o'qimagan bo'lsa, hech ham repetir bo'lib bilmaydi deb o'ylayman. O'zi o'tkazadi boshidan, keyin bolani tushunadi, shu bola bilan birga yashaydi. O'shanda buyuk repetir bo'lishi mumkin. Shu niyatda hali ham ish olib boramiz. Xudo xolasa, umidlarimiz o'l katta, o'quvchilardan ham, o'zimdan ham izlanishni davom etamiz hali ham. Va albatta, o'qituvchi bo'lishingiz va shu darajaga kelishingizda kimni hissasi eng katta deb hisoblaysiz degan savol yo'naltirilgan sizga? Birinchi navbatda onam, otamning duosi. Otam bilan onam shunchalik duo qilmaslar, bu narsaga erishmasdik. Repetir bo'lishimga aytaman sababchi,
Mana shu bolajonlarni tortib kelganman. Men kollejda ishlagan paytimda ham juda bolalarning savol berishlari meni o'ziga tortgan. O'zi hech qachon o'qituvchi bo'laman deb o'ylamaganman. Menda bunaqa orzu bo'lmagan. Doim yuridik institutga kiramiz, o'zini bitirib chiqamiz, sudya bo'lamiz, prokuror bo'lamiz degan niyatlar bo'lardi. Mana taqdir o'zgarib ketib, lekin hech qachon afsus chekmayman. Ming roziman, ming shukrlar qilaman, repetir bo'lganimdan, ustoz bo'lganimdan. Men nechta bolajonlarning sevimli ustoziman. Shu bilan birga qaysidir balki bizni yomon ko'rib, o'qishga kira olmagan bo'lsa, ilmi yetmagan bo'lsa, omadi cho'pmagan bo'lsa agar, shunday paytda lekin baribir ham har bittasiga bir taraf o'rgatgan bo'lsam, men baxtiyorman. Hammasini yaxshi ko'ramiz bolajonlarimiz. Va bir sevimli o'quvchingiz savol yo'llagan, ustoz yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lishni orzu qilgansiz? O'zingiz ham ta'kidlab o'tdingiz, men repetitor bo'lishni hech xayolimga keltirmaganman dedingiz. Biz uchun ham bu aslida yangilik bo'ldi hozir. Uchuvchi bo'lganman, doim niyat qilganman. Uchuvchilikni tanlash uchun transportning institutida fizika, matematika fanlarini bilish deganlardan keyin men qaytganman bu yo'ldan. Onam ham bu fanlarni qilib bilmaysan deb shuning bu yo'ldan urilganman, bilmadim. Negadir matematika, fizikani o'rganib bilmaganim uchunmi, shu ijtimoiy fanlarga qiziqqanmiz. Shuning uchun ham yoshlikdagi orzu uchuvchi bo'lish. Ikkinchi marta hayot berilganda o'qituvchi bo'lishni yana tanlarmidilar debdilar. Ikkinchi martami, 5-martami, 10-marta bersalar ham o'qituvchi bo'lishda tanlashdan hech qachon qo'rqmayman, o'qituvchi bo'laveraman. Faxrlanaman kasbimdan, yaxshi ko'raman, sevaman. Juda aytayapman-ku, haligi 2-marta, 10-marta bersam qaytib ham tanlayman. Ana shunday javobga sizni nima olib keldi? Biz bilamizki, shaxsan o'zim ham pedagogik faoliyat yuritayotgan inson sifatida va albatta pedagogik loyiha olib borayotgan inson sifatida ko'plab ustozlarni ko'ramanki, dars paytidan keyin yo dars jarayonida shunday bir charchoq yuzaga keladiki, nega men o'qituvchi bo'ldim ekan degan savolni ular berishadi. Ular juda norizodek go'yoki. Lekin siz bugun hozir kirib kelar ekanmiz, o'quvchilar bilan bahs munozaradasiz o'zingiz, albatta asabiylashishlar, mehnat, mashaqqat, lekin hozir intervyu jarayonida menga 5 marta imkon berilganda ham yana ustoz bo'lar edim deyapsiz. Bu narsaga sizni nima olib keldi? Kasbga bo'lgan muhabbat qayerdan? Balki 34 yoshimda yoshligim uchun, sog'lom bo'lganingiz uchun shunaqa javob berayotgandirman. Respublikamizda, Buxoromizda zabardast ustozlar juda ham ko'p. 40 yil faoliyat yuritgan ustozlarimizdan balki sonlari ketgandan so'ng shunaqa fikr tug'ilib qolishi mumkindir. Balki menda ham shunday bo'lar. Hali 40 yosh o'tgandan keyin, 50 yosh o'tgandan, lekin aytayapman-ku, bolalar bilan ishlash, bolalar meni o'ziga tortishi, bilmadim, pulli xizmat bo'lgani uchunmi, unisi ham o'z yo'liga. Hozir men aytmoqchimanki, har bitta insonni kasbini sevishiga sabab bor albatta. Men o'ylaymanki, bolalarning mehri, aytayapman-ku, men shu o'qituvchilikning kasbini orqasidan o'z havas qildim, har narsaga erishdim. Shuncha bolalarning ardog'ida bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak ustozga. Ustoz uchun eng katta yutuq bolalarning sevgisini, muhabbatini qozonish. Ustoz uchun eng katta, ya'ni zarba o'z o'quvchisining ko'nglidan qolish. Bundan ortiq jazo yo'q. Biz pul munosabatlarini qilamiz ota-ona bilan birgalikda, bola bilan emas. Shuning uchun aytmoqchimanki, bilmadim, kasbimni juda ham yaxshi ko'raman. Bolalarning mehri deb o'ylayman. Obro' shu kasbimizda orqasidan bizni necha kishi odam tonishi, bolalar bilan ishlashimiz menga hech qachon tuyg'u bo'lmaganki, tilab turib, bugun ham darsmi, yana boramanmi degan bo'lmagan. Doim talpinganman, doim dars deganman. Shu ishlab kelyapmiz 16 yildan beri. Xudo uzoq yillar menga imkon bersin shu maydonda turishga. Nafaqat o'zimga, mendan katta bo'lgan ustozlarga ham, repetorlarga ham shuni tilaymanki, uzoq yillar shu ilm maydonida turish nasib qilsin hammamizga. Men baribir aytayapman-ku, yaxshi ko'raman kasbimni. Meni tushundirish mumkin emas. Hech qachon kasbimni o'zgartirish, qanaqadir biznes qilish xayolimga ham kelmagan. Kelmasa ham kerak. Balki qo'limdan boshqa ish ham kelmasa kerak. Men shu o'qituvchilik kasbini yaxshi ko'raman. Shu kasbda pensiyaga chiqqancha, nafaqaga chiqqancha ishlashni xohlayman. Shunday. Lekin inson borki, xato
qilmaydigan inson yo'q. Kelingki, baribir pedagogik faoliyatda xatoliklar bo'ladi. Ya'niki ba'zida inson haqiqatan jonidan ham to'yib bo'ldi, balki to'xtatarman shu yerda deydigan holatlar ham bo'ladi. Hozir nutqingizga ahamiyat berdim, aytib o'tingiz, ustoz uchun eng katta mag'lubiyat bu o'quvchisining ko'nglidan qolish. Ustoz, lekin bizning pedagogik jamiyatimizda afsuski xuddi shu xatoga yo'l qo'yganlar ham bor. Balki men ham, balki siz ham, biz bilmaymiz. Xo'sh, bu kechirilmas xatomi? O'quvchi uchun kechirilmas, inson uchun kechirilmas. Alisher Navoiy aytganlaridek, bir insonning ko'nglini buzish Ka'bani vayron qilishdan barobar deydi. Bir insonning ko'nglini qildirish til bilan, gap bilan bu aytyapman juda yomon. Meni o'zimda ham bo'lgan. Qaysidir o'quvchini nohaq baholaganman, qaysidir o'quvchini nohaq jazolaganman, uni noto'g'ri baholaganman, pedagogik mahorat yetmaganligi tufayli, yoshlik tufayli. Bilasizmi, hozir bu yog'i endi 34-35 yoshda bo'lsam, endi 10 yildan keyin, 5 yildan keyin shunaqa siz aytgandek balki bezikish bo'lar. Nega deganda, men qachon jahlim chiqadi, qachon ko'nglim soviydi, guruhga kirganimizda qaysidir o'qimaydigan bola kelsa, shuni ko'rib men asab bo'laman. Mana asabim faqat shu ekan. Darsni o'tish, tikka turib ishlash, u hech muammo emas. Meni faqat azob beradigan narsa bolajonlar nega ona otasini to'layotgan pulni oqlamasligi, ustozni qilayotgan mehnatni oqlamasligi meni juda ham zarar bergan. Boshqa hech tashvishim, muammom yo'q. Faqat shu. Bu degani o'z texnika rivojlanib kelyapti. Bundan bu yo'g'a menimcha bolalarni o'sha ilmga bo'lgan nisbatan kitobdan o'qishni o'zi sun'iy intellekt chiqib ketgan shuni evaziga qiziqishi so'nib boradi deb o'ylayman. Har xil usullar qo'llab ko'raman. Guruhda kuldirib ham ko'ramiz, o'sha hazil uzlan qilib ko'ramiz. Shuni aytmoqchimanki, hammada o'tadi unaqa xato. Menda ham bo'lgan, men ham avliyo emas, o'quvchini behudaga jazolab qo'ygan paytim bo'lgan. Shuni o'zi yetarli. Ustozga o'quvchini ko'nglidan qolish uchun ortiqcha kerak emas. Uni urish to'kish kerak emas. Noto'g'ri baholadingizmi? Bo'ldi, bola ko'nglingizni shuni aytmoqchimanki, har doim yil oxirida bolajonlarimga qo'limni ko'ksimdan qo'yib, bolam kechiringlar meni agar adashib qolgan bo'lsam deb aytganlarim ham bo'ladi. Hozir uni ko'rib turishgan bo'lsam, hozir ham aytaman, hech uyalmayman. Bo'ladi noto'g'ri baholash. Balki u tuni bilan uyda o'qiyotgan bo'lishi mumkin, bera kelgan paytda hayajon javob bera olmasligi mumkin. Men uni bilmasdan jazolagan bo'lishim mumkin. Yoki o'sha tunda uni uyda bir ta'ziya bo'lgan bo'lishi mumkin, svet o'chib qolgan bo'lishi mumkin, shuni evaziga o'qimagan bo'lishi mumkin. Bunaqa hodisalar bo'lgan paytda bilmaysiz, shu uchun shuni evaziga noto'g'ri baholash bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu og'ir jazo, og'ir. Hayotda hamma narsa ham biz kutgandek bo'lavermaydi. Ba'zida kuzatamizki, juda kuchli o'qigan abituriyentlar ham o'qishdan yiqilish holatlari kuzatilishi mumkin va shundan keyin ayrimlar taslim bo'ladi, lekin ayrimlar oldimdagi qahramonimdek yana o'ziga kelib, kuch yig'ib, ilm yo'lida davom etadi. Hozirgi qahramonimiz Akmal. Avvalambor assalomu alaykum. Meni va sizni kuzatib turgan barchaga. Ismim Akmaljon, hozirda aytib o'tganimdek, Akmal bir marta yiqilish, ya'ni o'qishga kira olmaslik bosqichidan o'tganlar. Keling, shundan boshlasak dastavval. Hozir kadr o'rtada aytib o'tdingiz, yiqilish bu hammada bo'ladigan normal holat. Shungacha yetib kelganligingiz, shu fikrga yetib kelganligingizning o'zi juda ham katta narsa. Chunki bu yerda juda katta ma'naviy kuch yotibdi. Keling, shu yiqilish, yiqilgandan keyingi bosqichlar va bu yerga kelganligingiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz. Hayotda o'zi hamma narsa past-balanddan iborat bo'ladi. Hamma ham yiqiladi. Bu degani yiqilgandan so'ng uje to'xtab qolish degan narsa bo'lmasligi kerak. Bu ya'ni erkak kishida bu narsa bo'lmasligi kerak, mening fikrimcha. Davom etish kerak-da, masalan, harakatda bo'lsa, harakatdan davom etish kerak. Unga kerak bo'lgan narsa ikkita narsa bo'ladi: motivatsiya va ota-onasi. Va bugun sizda har ikkalasi bor. Bor deb o'ylayman. Maksimum oilasiga qo'shildingiz. Qaytadan tayyorlanyapsiz. Qanday ketyapti tayyorgarlik? Hozirda tayyorgarlik juda ham yaxshi ketyapti. O'zimni ustimda ishlaganim ham bilinyapti. Nasib bo'lsa, men yaxshi natijalarni kutyapman. O'zim qarz ikki xildan chiqadigan narsa bor. Ya'ni bir tarafdan ustoz ham ishlash kerak, bola bilan, ya'ni o'quvchi bilan. O'quvchi ham o'zi harakat qilib izlansa, natija bo'ladi ikki tarafdan. Bir tarafdan ya'ni kamroq harakat bo'lsa, bo'lmasligi mumkin natija. Bir taraf bilan bo'lsa yoki bir taraf kuchli bo'lsa, natija bo'lmay qolishi mumkin. Mohigul, kelajakda qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Men kelajakda yurist kasbini egallamoqchiman.
Bugun yurist bo'lish uchun maksimumda tahsil olyapsiz. Ha. Ustozingizdan qaysi xislatlarni o'rganyapsiz? Kelajakda sizda o'sha huquq sohasida juda kerak bo'ladi deb o'ylaydigan. Ustozimdan men odatda shijoatlik, ya'ni bir ishni boshladimmi oxirigacha borish kerakligini o'rganyapman hozirgi holatimda. Ustoz va shogirdlik munosabatida ustozning siyosati qay darajada muhim? Men o'ylaymanki, o'quvchiga nisbatan joyi kelganda ham do'st, ham o'qituvchi, ham kerak bo'lganda o'sha tayoq bilan bo'lsa ham uni majburlab o'qitadigan inson bo'lish kerak. Tarix, avvalambor bu bizni tariximiz, buni bilishimiz kerak va bu narsalarni maksimum o'ylasa kelganimdan beri yaxshi bilim olyapman, yaxshi tushuncha hosil qilyapman. Yaxshi bilim olyapman, yaxshi tushuncha hosil qilyapman degan gapning ostida eng avvalo o'zini anglash turadi. Ya'ni o'zini anglagan o'quvchigina haqiqatdan ana bu yaxshi bilim olish deya oladi. Demak, yaxshi bilim olish deganda ustozning siyosati juda muhim. Qanday siyosatlardan bugun o'tib keldingiz? Birinchi o'rinda turadigan narsa bu hamma ustoz va murabbiylar qiladigan ish, tayoq. Shu bo'ldimi shunaqa bir ikki ta'mini ko'rdingizmi sehrli tayoqchani? Hali yo'qmi? Qanday holatlarda uni ta'midan bahramand bo'lasizlar? O'quvchilar darsda gapirib tursa yoki berilgan vazifalarni qilmasdan, o'qimasdan kelsa, javob bera olmasa, siz uchun ustozingizning eng katta fazilatlari nima? kibrlari yo'q. Biz bilan xuddi o'zlarining farzandlaridek muloqotda bo'lib, o'shanaqa samimiy gapiradilar. Hayotiy voqealarni ko'p aytib beradilar. Shu narsalar. Albatta eng muhim qilinmasligi kerak bo'lgan xato bu o'quvchining ko'nglidan qolish. Lekin siz ham men ham yaxshi bilamiz ustoz sifatida, ustoz borki, qayg'urganidan va o'quvchisiga kuyinganidan siyosat olib boradi. Shunday. Bizning qalbimizda niyat albatta yaxshi. Xatoni yo'l qo'yib bo'lganlarga nima deysiz bugun? O'quvchilar xatoni yo'l qo'ygan bo'lsa, qaytish kerak, tez qaytish kerak. Hozir ham guruhda shunday o'quvchilarimiz bor. Ishlayotganimizga mana 50 kun bo'ldi, lekin hali ham xotosini tushunib yetmaydi. Uyda o'qimaydi. Shularga bitta gap aytaman. Ona otangizni peshona teri bilan topayotgan pullarini oqlashingizni ko'z oldingizga keltiring. Shunda siz tez o'zingizga kelasiz va sizga hayotingizdagi eng yaxshi motivatsiya shu. Ustoz ishlayveradi, kun o'taveradi bolam, lekin hech qachon agar siz o'qimasangiz, natija bo'lmasa, ota-onangizni yuzini yerga qilasiz. Shuni xato qilayotganlarga ham, endi qilmoqchi bo'lganlarga ham, bola ham kech emas, vaqtimiz 7 oy qolyapti. Umuman hamma ustozlarning farzandlariga aytaman, bolalarga aytaman. O'qish kerak, o'qishdan boshqa najot yo'q. Ilmdan boshqa najot yo'q, Buxoriy aytganlaridek. Men shuni deb baholayman. Xato qilib qo'yganlarga bo'ldi. Tavba qilib davom etish kerak. O'qituvchilik davringizdagi sizni eng ko'p ilhomlantirgan narsa yoki voqea debdilar. O'qituvchilik paytimda. O'qituvchilik paytida. 2016-yil o'zi yo'nalishiga 25 ta bola grant qabul qilsa, 23 ta grant bizdan kirgan. O'sha juda menga ilhomlantirgan. O'shanda his qilganman. Karantin paytida 9 kishi 189 ball olib, respublikada birinchi o'rinni olgan, o'zimiz markazdan. Har yil boshdan qabul 9 lar. Ana shu geniy bolalarni ko'rgan paytimda o'qib, ularni javob berishini ko'rishim men uchun juda qattiq ilhom beradi. Keyingi ishimga yana undaydi. Ustozga aytdim, bundan ortiq baxt yo'q, o'quvchining juda zo'r javob berishi, grantlar bilan birinchi o'rin bilan kirishi hammani xursand qiladi. Hamma ustozga shunday deb o'ylayman. Albatta. Va dars vaqtida sizga eng muhim narsa nima? Darsda mavzuni tez tushuntirib, mavzuni bilan so'rab olish. Shu natija bo'ladi. Meni prinsipim shunday. Bir dars mavzuni o'tsam agar, ikkinchi dars mavzuni tushuntirib so'rab olaman. Lekin avvalo darsimizni boshlanishi faqat tarbiya bilan boshlanadi. Men o'zim qilgan xatolarimni bolalarga aytishdan uchun qo'rqmaganman. Bu ularga qanaqadir maslahat berish yoki ulardan aqlli bo'lish emas. Men qilgan xatolarni sizlar qilmanglar deb shuni har dars ularga shu tarbiya berishdan boshlanadi darsim. Darsda muhim men uchun tarbiya deb o'ylayman. Bo'lmasa ilmni 7-sinf O'zbekiston tarixi, 6-sinf adabiyot darsligini butun respublika o'tadi uni. Hammada bir xil.
ustozni shu yerda farqlaydi deb o'ylayman. Qilgan xatolarimni aytaman ko'pincha bolalarga, sizlar shunday qilmanglar deb. Bunaqa. Tajribangizga tayanib, qanday o'qish texnikalarini o'quvchilarga tavsiya berasiz? O'zingizning o'quvchingizdan kelgan savol. Men bizani fan bo'yicha bo'lsa, tarix bo'lsa agar, tarix faqat takrorlashga tayanadi va ko'pincha kitobni o'sha mavzuga tikilib turish kerak. Qancha ko'p tikilib tursa tarixda shuncha esiga qoladi. Ona til fandan esa mavzuni o'qib o'ziga gapirib bergandan so'ng ko'proq test ishlash kerak. Test esa bu uni tajribasini, ko'nikmasini oshiradi. Men doim shunday maslahat beraman. Istagan kishiga, nafaqat o'quvchilarimga, kimlar tarix o'qiyotgan bo'lsa, ona til o'qiyotgan bo'lsa, bu fanlar unaqa juda qiyin bo'lib, matematika, fizika, kimyoday mantiqlarga asoslangan yoki emas. Hozir yozmasi bor, ko'proq insho yozish kerak, g'azalni ko'proq tahlil qilish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Tarixni faqat tikilib turish kerak. Texnikasi shu. Shunchalik faoliyatingizda maksimumda ro'y bergan eng unutilmas voqea. Unutilmas voqea 2023-yildagi portlash. Shu haqida ko'p savol kelgan. Imkoni bo'lsa shu haqida. 2023-yilning 4-yanvar esimizdan chiqmaydi. Maksimumda oilasida fojia bo'lgan. Qizig'i portlashdan so'ng bizni ayblab ketishdanmi? Xalqdagilar. Lekin u bizga tegishli bo'lmagan o'sha gaz quvurdagi chiqqan gaz faqat o'sha bizda maktabimizga sizib kirgani uchun ham portlash bo'lgan. Xudoyimga ming shukrlar bo'lsin, hech kimga zarar yetmagan. Balki agar birorta o'quvchimga, birorta shunday xodimimizga bir nima qilganda edi, balki o'z aslida qarshingizda o'tirmagan bo'lardim. Ko'tara olmasdim shu narsani. Shu uchun aytmoqchimanki, hech esimdan chiqmaydi. Unutilmasa kerak hayotimdan. Lekin bilasizmi, o'sha portlashda ham o'quvchilar yonimda turishgan. 2023-yil men uchun unutilmas bo'lgan. Xuddi o'sha yilda akamni yo'qotganman, tuproqqa berib kelganman. Og'ir bo'lgan 23-yil chiqib ketdik hammasidan, kimning yordam bilan o'quvchilarimning qo'llab-quvvatlashi, ona otam duolari, ayolim yonimda, farzandlarim yonimda, do'st birodarlarning yordamlari bilan chiqib ketdik. Hammasi zo'r bo'ldi. Xudoyimga ming shukrlar bo'lsin, qayta bunaqa bo'lmasin. Shu eng yomoni bo'lgan. Yaxshi kunimiz ko'p maksimumda. To'ylar qilamiz, har yil avgust to'ylar qilamiz. U mayli, lekin men uchun eng yomoni shu portlash bo'lgan. Doim shu temaga mavzuga kelganimizda yig'lashim keladi. Shuni bu savoldan o'tib ketamiz. Shunday, ko'zingizdagi yosh ham bu narsani bizga aytayapti. Keling, yaxshi savollarga o'taman. Hayotdagi eng yoqtirgan xotiralaringiz bilan bo'lishing. Hayotdagi eng yaxshi xotiralaringiz. Xotiralarimdan bo'lishni xohlaganingiz qaysi? Juda shirin xotirlarimiz juda ham ko'p. Lekin ko'pchiligi shu o'quvchilar bilan ana xotirlardan yana yaxshi eng onam, otam bilan ko'p o'tgan. Rahmatli akam bilan biz Moskvaga aylanishga borganimiz esimdan chiqmaydi. Yaxshi xotirlarimiz o'quvchilar bilan karantin paytlarini eslasak agar yaxshi xotirlarimiz o'tgan. Bolajonlarimning tug'ilgan paytlari yaxshi xotirlar bo'lgan. Biz qanday kutib olganimiz, uylangan paytimda o'quvchilar bilan qanday o'ynaganimiz shuni shirin xotira. Halarimiz bor, roliklar, videolarni eslab turamiz. Agar vaqt ortga qaytganda qaysi xatolarni qilmagan bo'lar edingiz? Vaqt ortga qaytganda hech qachon onam bilan otamga tikka qaramagan bo'lardim. Hech qachon onam bilan otamga jahl qilmagan bo'lardim. Hech qachon onam bilan otamni xafa qilmagan bo'lardim. Ko'p marta bo'lgan. Men tikka qaraganman otamga ham, onamga ham. Jahl bilan gapirgan paytlarim bo'lgan, yoshlik bo'lgan. Shu aytaman, hech uyalmayman. O'quvchilarimga ham aytaman, o'zimga ham aytaman. Xudo yo'ldan adashtirmasin. Ona otangizga tikka gapirmang. Sherzodjon, sen o'zing ham tikka qarama deb aytaman. Ona bilan otaga tikka qarash mumkin emas. Bilinglar, siz ham, men ham ularning duosi bilan biz mavjudmiz. Duoda gap ko'p deyshadi. Hech qachon aytaman, qaytib xato qilmas desak faqat shu. Ona otomatik qaramasdi. Hayotda o'g'il bolalar muvaffaqiyatga erishishi uchun top 3 maslahat. Orqangizga qarashingiz kerak. Qiyinchilik hayotga rozi bo'lsangiz, yashab yuravering. Yaxshi hayotga chiqish uchun kuchli reja tuzib, o'shanga amal qilish kerak. O'zimga aytaman, ko'p narsani maslahat beraman, o'zim amal qilmagan paytlarim bo'ladi. Bu yomon. Sport, ona ota duosi, faqat harakat. Shu uchtasi bo'lsa agar hech qachon kanda bo'lmaydi. Yigit bolalar deyman.
Shaxsan sportdan foydalana bilmadim. O'zim duo olish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, ilmli bo'lish kerak. Kisangdek cho'ntagingdagi puling yo'qolishi mumkin. Yoki bir masalan seni ko'chaga chiqib urishlari mumkin. Lekin hech qachon kallangdagi ilmni hech kim ola olmaydi. Shunaqa deb o'ylayman. Necha yoshingizda ulg'ayganligingizni his qildingiz? 15 yoshimda. Sababi onam, otamiz, biz hammamiz ko'g'im ko'chib kelganimizda uyimiz yo'q edi. O'sha paytda men o'z hissamni qo'shishim kerak ekan shu oilaga deb ishlab ketib, ishlashga kirib ketganmiz. Ulg'ayganim o'shandan boshlangan. Yoshligimizda ham otamiz bizlarni katta qilib tarbiyalagan. Juda qattiq qo'l bo'lgan. Shuning uchun ham bizlar uchalamiz ham yoshligimizda mehnatda katta bo'ldik. O'sha amma ko'klarimiz. Bu uchun otamizga rahmat. Lekin ulg'ayganim haqiqiy katta qadam qo'yganim 15-16 yoshim deb o'ylayman. Shunaqa. Bu hayotda siz uchun qiymati eng yuqori bo'lgan narsa? Ishonch, sabr. Ishonch bo'lmasa yashash maqsadi yo'q. Sabrli bo'lmasa hech kim hech narsaga erishishni bilmaydi. Men uchun muhim narsa shu deb o'ylayman. Bu ishonch degan hammasi ota-onaga bo'lgan nisbatan ularning ishonchini oqlash, do'stlardagi ishonch, barchasi ishonchdan boshqa inson men bilmadim qanday yashar ekan. Men shuni baholayman. Armoningiz bormi? Bor. Akamning, rahmatli akamning so'nggi so'zlarini eshitolmaganim. Chunki men darsda edim. O'sha qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan paytlarga telefonlar o'chib qolgan. Balki menga qilmoqchi bo'lgandirlar. Men kech bilib qolganman. Darsdan chiqib keyin borganman. Balki meni chaqirmadir demoqchi bo'lganlarmi deyman. Mana faqat shu. Mana otam tiriklar. Ayolim yonimda, farzandlarim yonimda. Menda yaxshi do'stlarim bor, yaxshi akalarim bor, ukalarim bor, shunaqa o'quvchilarim bor. Hech qanaqa armonim yo'q. Moddiy jihatdan, ma'naviy jihatdan hammasiga erishganman. Eng alam qiladigani shu. Rahmatli akamni so'nggi so'zlarini eshitolmaganim. O'zim kuzatdim so'nggi manzilga, lekin o'shadan nimalarni eshitolmay qoldim. Bunday bo'lishni bilmagandim. O'shandan menga shunday tushuncha paydo bo'lganki, ertaga nima bo'lishini hech kim bilmas ekan. Inson tirik jon, istir jon ekan. Birdaniga bo'y berib qo'yganmiz. Bir kun ichida shunaqa bo'lib qolgan. Shu. Va bugungi kunda siz o'sha imkon qadar harakat qilasiz, onajoningizni va otajoningizni o'sha ko'ngillarni yaxshiroq olib, akangizning yo'qliklarini bildirishga harakat qilasiz. Bu narsa barchamizga seziladi. Va menimcha ota-onangiz ham juda mamnun bo'lar edilar. Shirin xotira bilan bir akangizni eslab o'tsak, 3 ta eng go'zal ta'rif bilan eslab o'tsak. Akam mard, akam mehribon, akam qattiqqo'l. Rahmatli meni juda qattiq urardilar, esimdan chiqmaydi. Keyin akam ko'p yillar safarda bo'lganlar. Hech esimdan chiqmaydi. Menga Rossiyadan shokolad olib kelganlar. Shirin xotirlar bo'lgan. O'z farzandlari xuddi o'zlariga o'xshaydi. Onam, otam ham umra safaridalar. Bir hafta bo'lib qoldi jo'natganimizga. Shu akamizni duo qilamiz deb o'zi bir 10 daqiqa bir o'ldirib gaplashgan edim. Jo'ylar janatga bo'lsin, akam yaxshi insonlar. Dilshod akamni jo'ylar janatga bo'lsin, yaxshi insonlar. Juda ham. Uzr so'raymiz savol uchun. Hayotning qaysi zarbasi bu darajaga yetishlariga sabab bo'lgan? Shunday bir davr bo'ladi inson hayotida, inson o'ziga kelib, tetiklashib, ana endi boshqacha ishlayman, endi men boshqa odamman, ya'ni o'zgardim deydigan bir davr keladi va o'shandan boshlab ichki nuqtai nazardan inson shaxs sifatida o'zini boshqacha shakllantiradi. Va qaysi zarba edi u? Men bugungi kunda shu repeter bo'lishga, shu obro'ga, mavqega erishishga zarba yoshligimdagi kamsitilish deb baholayman. Yosh bo'lgan paytimizda ko'p kamsitilganmiz. Otam bir gaplari bor, puli bor mard, puli yo'q nomard deydi. Balki pulimiz bo'lmagani uchunmi, qiyin hayot bo'lgani uchun men ko'p kamsitilganman. Do'stlarim tomonidan, bozorda kirakashlik qilgan paytimizda bozorchilar tomonidan ko'p juda ham azob berishgan. Shu payt yuragimda tuyg'u paydo bo'lganki, bir kun kelib, yaxshi kunlar keladi, men ham bo'yib ketaman, men ham obro'ga erishaman. Shu zarba bo'lgan deb o'ylayman. Eng katta sabab meni hayotga turtki bergan, undagan mening qiyin hayotim va o'sha yoshligimizdagi og'ir davrlarda kamsitilishim sabab bo'lgan deb o'ylayman. O'shandan berigi holi undayman, ey Xudojonim,
ortga yo'l yo'q, oldin ketishimiz kerak. Faqat shu deb baholayman. Shu paytgacha qaysi xatoyingizni o'ylab o'zingizni hech qachon kechira olmaysiz? 2012-yilda o'quvchilarga mavzularni xato o'tganman. Noto'g'ri tajriba bo'lgan o'sha payt. Natija yaxshi bo'lmagan, fanni tushunmaganimizdan, ilmsizlikdan tan olaman bu narsani. Student bo'lgan paytimda shu paxta mavsumlarida shu kitob o'qimasdan yurganlarimni eslasam, xato deb baholayman. 4 yil institutda davrimizda o'qiganimizda uni ham kitob o'qimasdan ko'p havoga sarflaganimni eslasam, juda yomon bo'ladi. Har daqiqani undan foydalanish kerak deb baholayman. Shundagina yaxshi bo'ladi. Ilm olish kerak bolalarga, shu ham aytamiz. Men qilib bo'ldim bolajonlar, bu xatoni sizlar yoshda qilmasligingiz deb aytaman. Hali ham biz ham yosh, hali ham o'qiymiz, hali ham o'rganamiz. Dastlab kelganimda tarix faniga bo'lgan fikrlarim umuman zid edi. Kelganimda hattoki yig'lab o'qimoqchi bo'lmaganman ham. Men senga ishondim, shu yil 189 ballni qo'lga kiritasan degan fikrlari meni tarix faniga bo'lgan fikrlarimni o'zgartirdi, qarashlarimni o'zgartirdi va qiyinchilik hozirda tarix fanida уже yo'q men uchun. Demak, ustozning bir og'iz senga ishonaman degan gapi shu darajada sizni tarixga bo'lgan nafratdan keyingi muhabbatga aylantirdi. Ustozni ana bu nasihatlari esimga keladi birinchi bo'lib. Jim ishlaylik, lekin natijasi shovqinli bo'lsin. Ana shu gaplari birinchi Sherzodxon degan bilan ko'z oldimga keladi. 10-sinf o'quvchisi saldol zarb savol beraman. Men o'ylaymanki, tomosha qilayotganlar meni tushunadi qaysidir ma'noda deb. 10 yil maktabda olingan bilim nahotki o'qishga kirish uchun yetarli bo'la olmaydi. Kursga kelayotgan o'quvchi sifatida aktual fikringiz qanday? Maktabdagi tartib boshqacha, lekin bu yerda men 3 oy bo'ylab kelganimga ko'p kursxonalarga borganman, ko'p repetitorlarga borganman. U yerdagi buncha katta oilani, buncha yaxshi muhitni, katta muhitni ko'rmaganman. Va Sherzodxon maksimum o'quv markaziga kelganimda bir haftada men o'zimda rezultatni his qildim. Bir haftada? Chunki 10 yillik maktabda ta'lim olganim menga bir haftaga bilindi. Farq shu darajada yaqqol sezildi. Xo'p, nimada natija sezdingiz? Tarix, ona tili fanlarida maktabda faol bo'ldim. Ustozimizning bizga ko'rsatgan har bir xususiyatlari yoki har bir so'zlari biz uchun juda ham hayotimiz yo'llarida kerak bo'ladi. Masalan, men o'qituvchi bo'lganimda ustoz bizga bergan nasihatlaridan, shu gaplaridan foydalanib, yana bizga bo'lgan ishonchlarini o'quvchilarimga qo'llab, Xudo xohlasa, yana shuningdek, mehr, har bir e'tibor, har bir o'quvchi bilan bitta do'stdek muloqot qilishlari va bu qay darajada muhim siz uchun? O'quvchi uchun shu darajada muhimmi? Ustoz o'zini do'stdek tutishi. Bu sal chegaradan chiqish emasmi? Ustoz o'rni kelganda do'st bo'la oladi, o'rni kelganda o'qituvchi. Shu uchun agar nimadir kamchilik yoki nimadir gapimiz bo'lsa, ustozimizga bemalol aytamiz va har qanday vaziyat nima bo'lishidan qat'iy nazar ustozimiz bizni doimo eshitadilar. Va men ham shu umid qilamanki, ustozim kabi har bir o'quvchi bilan do'stdek o'zimga yaqin olib, ya'ni uni eshitib, unda masalan har bir o'quvchini olish darajasi har xil bo'ladi. Unga yondashib, uni qobiliyatiga qarab yondashgan holda shu ustozimga o'xshashga harakat qilaman. Men tarix kursiga qatnashganimda Sherzod Rahmon haqida, uning kursi va o'qitish uslubi haqida eshitdim va shu zahoti qiziqib qoldim. Kursga qatnashdim va bir narsani his qildim. Ingliz tili kursidan tarixga o'tish avvaliga haqiqiy sinov bo'ldi. Chunki ba'zan odam shunchaki moslashishi kerak bo'ladi. Ustoz esa moslashuv haqida juda ko'p gapirardi. Uning ko'plab o'quvchilari ham aynan shu jarayonda qiynalganini aytardi. Shu sababli u bizga juda katta qo'llab-quvvatlovchi bo'ldi. Men ortiqcha maqtaydigan odam emasman, lekin ustozimizning matonati va bardoshi haqiqatdan ham tahsinga loyiq. Eng qiyin o'quvchi bilan ishlaganingizda nimani o'rgandingiz va qanday bo'ladi?
Ya'ni hozir biz bilamiz, bizning yosh pedagoglar, mening auditoriyam asosan pedagogik jamoam, ota-onalar va ularga ham maslahatingiz kerak, ham sizning tajribangiz hammamiz uchun qiziq. Baribir sinfda kimdir yaxshi o'zlashtiradi, kimningdir xarakteri juda og'ir, lekin ustoz bu hozirgi 21-asr pedagogi hamma narsaga moslashuvchan va chiqib ketish kerak vaziyatda. Nima qilishimiz kerak va siz nima qilgansiz? Yana aytyapman, avvalo ona ota bolasini yoshligidan fanni qaysiga qiziqishdan qilishimiz kerak. Keling qiziqdi degandan keyin kimdir sekin oladi, kimdir tez oladi, rivojlanishiga qarab. Qish. Men o'ylaymanki, siz ham pedagogsiz, qolgan ustozlar ham bor, repetitorlar ham shu gapimni bir joydan ma'qullashadi. Baholang shuni. Shu chelak bo'lsa, chelak shu ochiqni yerga qo'yilsa, tepadan tomchilab yomg'ir yog'sa agar chelak to'ladi. Lekin chelakni chappa qilib qo'ygan bo'lsak, tepadan jala qo'ymaydimi? Yomg'ir yog'maydimi? Ichiga to'kilmaydimi? Shuni chappa qilib qo'ygan. Shun agar bola o'zi olmasa, valomatmi, kim bo'lsa ham o'qitish iloji yo'q. Qilib bo'lmaydi. Men ko'p baholaganman. Eng past o'qiydigan bola bilan ham ishlab ko'rdim. Eng zo'r bilan ishlab ko'rdim. Shunday bolalarimiz borki, uni to'g'ri bo'lish kerak. Ikki og'iz gap aytishingdan egalaysan bilming. Shunday bolalar borki, uni maqtash kerak. U shundan matematik o'qiydi. Shunday bolalar borki, uni jazolab urish kerak o'qiydi. Lekin shunaqasi bor, na uyoqlik, na buyoqlik, kim bo'lishdan qat'iy nazar o'qib bilmaydimi? Uni hech kim qila olmaydi. Men har xil qilib ko'rganman usulni. Unda ham o'qitib ko'rdim, jazolab ham ko'rdim. Shu 30 ta savol bo'lsa, 30 ta savoldan 10 ta, 5 ta ishlashni taxmin yechadi-da u. Shuning uchun aytmoqchimanki, o'zida bo'lish kerak bolani. U bola menga bo'lsa ham, sizga bo'lsa ham yaxshi o'qiydi. Faqat o'sha chelak rosa turish kerak. Ichiga kirsin. Chappa turgan bo'lsa, qanday bo'lsa ichiga suv kirmaydi uni. Shunaqa. Bugungi ta'limdagi sizni qiynayotgan muammo nima? Ta'limimiz yaxshi o'ylangan, maktab tizimi ham, institut tizimi ham. Hammasiga sabab bolalarning dangasaligi. Davlatimiz tomonidan juda ham qattiqroq qilingan. Oddiy 25 kelib masalan biz o'qiyapmiz, shu joyda. Mana ta'limda yo'q kamchilik, bolalarning dangasaligi. Eng katta kamchilik dangasalik. Sababi repetitorga kursga kelgan o'quvchilarning o'qiyotgan foizi 100% o'qiyotgan bo'lsa, institutga kirgandan so'ng o'shani hatto 10% o'qishmaydi. Shunday bo'lgan. Tan olish kerak. Ustoz sifatida insonni o'zgartirishda eng kuchli ta'sir nima deb o'ylaysiz? Ustoz bo'lib insonni o'zgartirishganmi? Ya'ni o'quvchini. O'quvchini. O'zing ularga mos o'rnak bo'lishing kerak. O'zingdan oladi bola. Meni ma'ni o'qishim shunaqa. Nima endi ustoz kelib yomonlikni ko'rsatmaydi. Shu qanaqa bo'lsa, xarakterini ham o'ziga singdirib boradi u yil davomida. Shu aytaman, kitob o'qib yoki fan, test, savol javob qilib emas. Ustozni tanlash kerak yaxshi xarakterli, yaxshi intizomligini. Chunki u 1 yil davomida, 2 yil davomida o'zidagi bolasiga singdirib boradi. Xuddi ustoz bo'lib qoladi o'zi. Bu aniq. Faqat shunday pedagoglar bor, juda bilimli, zo'r. Lekin xarakterda yaxshi emas. Shunaqalar bu xarakter yaxshi, bilim yaxshi emas. Bu chambarchas bog'liq. Inson aytyapman, ustoz o'z bolasiga o'zining dunyo qarashini singdirib boradi, aniq bu. Darsga gapiradi o'sha haqida, o'zida aytadi. Shuni evaziga singdirib boradi deb o'ylayman. Yaxshi xarakterli, yaxshi inson bo'lsa agar, bola ham shunday biladi deb o'ylayman. O'zgartirish yo'li shu. Beixtiyor o'zing o'rnak bo'lishing kerak bo'ladi. O'zimiz o'rnak bo'lishimiz kerak va beixtiyor keyingi savolga ulanib ketadim. Ya'ni bilamizki, pedagog sifatida siz ham men ham oldimizga farzandlarni olib kelganda ota-onalar birinchi xohlaydigan narsa bu natija va bilim. Zo'r bo'lsin, bilim olsin, albatta mendan ham, sizdan ham shuni talab qilishadi, lekin ustoz bola bilan ishlash jarayonida men shaxsan ko'ramanki, bolaga hozir o'sha paytda ayrim bolalarga bilimdan ko'ra tarbiyani, xarakterni shakllantirish muhim deb o'ylayman va ayrim paytda o'sha ota-onaning aytgan gapini inobatga olmasdan bola bilan birinchi tarbiya va xarakter nuqtai nazaridan ishlayman. Siz buni to'g'ri deb hisoblaysizmi? Sizda qanday bu jarayon? To'g'ri deb baholayman. Bilasizmi, bu yog'iga endi 25-yil bo'lsa, bundan bu yog'iga faqat ota-ona kelgan paytga bilim, natija so'rashmaydi. Imkon boricha bolamga yordam bering, tarbiyasi buzilgan, intizom qilib bering deb aytishadi va iltimos siz qattiq qo'layotganingiz buni yaxshi o'qitib bering deyshadi. Avvallar esa faqat natija so'rashadi, bilim so'rashadi. Hozir yo'q.
Chunki raqobat ko'payib ketgan, institutlar juda ham ko'payib ketgan, yo'nalishlar ko'p olishyapti. Shuning evaziga unay bilimni uncha ikkinchilarga tushdi demoqchiman. Lekin ta'lim, tarbiya bilan uzviy bog'liq. Men doim shuni aytaman. Bolajonlarimizga birinchi ishni o'sha tarbiyadan. Bir desak, bir bu san tarbiyang. Shuni orqasiga qancha nol qo'shganimiz sayin birini mavqei oshib boraveradi. Lekin bir bo'lmasa bu 0 millionta bo'lsa ham qiymati yo'q. Hechnimaga erishmaydigan. Shu bizlar uchun, bizning maksimum o'quvchilar uchun birinchi o'rinda tarbiya turadi. O'sha bo'lsa, intizom bo'lsa, tarbiya bo'lsa agar keyin ilm olayveradi deb o'ylayman. Shuni baholayman. Sherzod Rahmon sabrlilarmi? Albatta, bilasizmi, bir man emas, repetitorning barchasi sabrli. Repetitorlarning o'quvchisi ham, o'zi ham sabri bo'lmasa, natijaga erishib bo'lmaydi. Aytyapman-ku, tuni bilan o'qish, ustoz mehnat qilishi, shogirdlarni ishlashi, biz emas, bir men emas, Buxoro, Respublika, Vodiy, qaysi ustozlar bo'lsa, barchasida sabr borki, ularga sabrsiz bu ish qilib bo'lmaydi biz. Albatta sabrliman. Sabrni o'rta shuncha yetib keldik. Albatta. Rivojlanish yo'lida inson eng avvalo nimani tark qilishi kerak, ustoz? Dangasal tark etish kerak. O'sha uyquni kam qilish kerak. O'sha aytishadi-ku, sahar turgan kishini Xudo berar rizqini deydi. O'sha sahar turish kerak. Aytyapman, u yomon odatni tark etish kerak. Sport bilan shug'ullanish kerak. Shunda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mening fikrim shunday. Xo'p, kelajak avlod qanday bo'lishini istaysiz? Kelajak avlod yaxshi ilmli, ona otasini hurmat qiladigan, o'sha davlatimizga kerakli bo'ladigan va hech qachon o'sha o'zini manfaatini o'ylab birovni aldamaydigan bo'lishini xohlardim. Sizningcha yoshlar bugun eng ko'p nimani o'rganishi kerak? Hurmatni. O'sha eng yaxshi o'rganish kerak bo'lgani birinchi hurmatni. Kattalarga nisbatan hurmatni. Vaqtni qadriga yetish o'rganish kerak. Hozirgi yoshlarda telefon, ChatGPT deydi, sun'iy intellektlar deydi. Bular ularni shunchaki vaqtini yeydi. O'sha temir ularni yaratmagan, bular temirni yaratishyapti, inson yaratgan. Insoniyat temirning, telefonning quli bo'lmasi kerak. Vaqtni qadriga yetish deb baholayman. Ta'limning 10 yildan keyingi holati qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Hammasi onlayn bo'lsa kerak. Shunga qarab boryapmiz. Menimcha barchasi onlayn bo'lib, kitoblar ham elektron kelsa deb o'ylayman. O'sha an'anaviy uslubda, o'sha offlayn emas, onlayn deb o'ylayman. Shunday deb baholasam kerak. Hamma uyda o'tirib uy ta'lim bilib keladi o'ylayman. O'zim bu meni fikrim shaxsan. Shunga qarab ketyapmiz. Shuncha shogirdlar, lekin ko'pchilik faqat ana onlayn ta'limga o'tib ketyapti deb o'ylayman. Shunday baholadim. Birinchi marta masalan sertifikat ololmagan paytim qanaqadir tushkunlikka tushib qolganman. Shu natijasida o'qimagan paytlarim ham bo'lgan. O'shani ustoz o'zlari uchun mana yo'nlarga chaqirib o'qishing kerak, unaqa tushkunlikka tushib qolmagin. Bu imtihon asosiy imtihon emas. Sertifikatga keyinchalik ham topshirib olish mumkin. Sen asosiy imtihoning detemda topshiradigan imtihoning deb ta'kidlab o'tganlar. Bunaqa vaziyatlar ko'p bo'ladimi? Agar o'quvchi tushkunlikka tushsa, ustoz payqab, alohida ishlash bo'ladi. Dars jarayonida ham bo'ladi. Masalan, ayrim o'quvchilarni doim aytib keladilar. Ona tilida ta'kidlagan so'zlari kimnidir uyida qanaqadir muammosi bo'lishi mumkin, mazasi bo'lmasdan ismasi bo'lishi mumkin. Hammasini unutamiz, fikrni bir joyga jamlab tikilamiz deb. Darsni boshlashlaridan oldin, mavzuni tushuntirishlaridan oldin birinchi bo'lib shu gapni aytadilar. Dars jarayonida o'quvchini qandaydir kayfiyatini ko'tarish uchun o'zlarining hayotlaridan kelib chiqib gapirib beradilar. Qanaqadir o'zlarining hayotlaridan bo'lib chiqqan. O'qishga birinchi marta kirganlarni gapirib berganlar. Birinchi marta deylar, ota-onam Rossiyada bo'lganlar, men o'qishga grant bilan kirganman deylar. O'sha payt deylar 3 so'mmi qanaqadir aytadilar, 200 so'm edi deylar, borib to'laganmiz deylar. Telefonda onamga aytgan, onajon bo'lmadi, o'qishga kira olmadim deganman deylar. O'sha payt onamning ishlaridan qandaydir kirganlar, grant bilan kirgan bo'lganlar, buni surpriz qilmoqchi bo'lganlar. Keyin aytadilar, o'sha payt deylar, men Rossiyaga ketishim aniq bo'lgan deylar. Dadam biletlarni olib, o'qishga kira olmaydi. Bo'ldi, Rossiyaga kelib ishlaydi deb aytganlar deylar. Lekin men o'qishga kirib qolganman, grant bilan kirganman deganlar. O'sha payt onalari telefonni o'chirib qo'yganlar. Qanaqadir hayajon bo'lgan, nimadir bo'lgan, telefonni o'chirib qo'yganlar. Keyin boshqa pulim yo'q deylar, boshqa pulim yo'q. O'sha payt deylar, student bo'lgan paytlarim deylar,
boshqa pulimiz bo'lmagan keyin o'sha yerdagi ayolni o'zi o'qishga kirgan ekansan, mana farzandlarim senga o'xshab o'qishga kirsin deb o'zini cho'ntagidan to'lagan. Keyin ikkinchi marta telefon qilib, "Onajon, hazillashdim, grant bilan o'qishga kirdim" deb aytgan ekanlar. Nimalarni aytishni xohlaysiz bugun ustozingiz haqingizda? Ustozim Jamiki pedagogik jamiyat, o'sha ilm muhitida yurgan har bir inson bilishi kerak. Ana shunaqa ustoz borligini deyish uchun nima deysiz? Men ustozimni ta'riflashga til ojiz. Men biror joyda bunaqa ustozni ko'rmaganman. Hurmatim juda cheksiz ustozimni. Urushgan bo'lsalar ham, o'zim aybim uchun, o'qimaganligim uchun urushgan bo'lsa ham, men ustozimni juda yaxshi ko'raman. Bunaqa ustoz menimcha hech qayerda bo'lmasa kerak, takrorlanmaydigan ustozim. Bunaqa insonga motivatsiya berib, o'quvchiga motivatsiya berib, uni yonida turib, birgalikda o'zlarining mazalari bo'lmasa ham, qanaqadir kasal bo'lsalar ham dars qoldirmasdan biza bilan birga darslarni o'tib, bunaqa ustoz hech qayerda bo'lmasa kerak deb. Maktabdagi har bir ustoz Sherzod Rahmonning uslubi bilan dars o'tishi kerak deb hisoblaysizmi? Buni majburiy narsa deb hisoblamayman, lekin agar shunday bo'lganda juda ham yaxshi bo'lardi. Agar Sherzod Rahmon ustozimizga o'xshagan o'qituvchilar ko'paysa, balki bolalarning tarbiyasi ham, ta'limi ham juda ham ancha yuksak darajaga yetishardi, chunki baribir o'quvchilar har xil dedik, o'qituvchilar ham xuddi shunday har xil bo'lishadi. Hammani o'zini o'qitish uslubi va texnikalari bo'ladi. Masalan, kim uchundir tarbiya muhim o'rinda, kim uchundir o'qish birinchi o'rinda. Sherzod Rahmon ustozingizda bor bo'lgan qaysi xislatni har bitta ustozda bo'lishi shart deb o'ylaysiz? O'qish juda ham kuchli motivator. Bilmadim, agar psixolog bo'lganlarida juda ham zo'r psixolog bo'lib ketardilar menimcha. Motivatsiya bilimdan ustunmi? Yo'q, motivatsiya tez so'nib qolishi mumkin va bizning ustozimiz har dars bizga motivatsiya berib boradilar. Bu degani sonmaydi sizlarda. Ha, bizda sonmay turadi va o'sha bizda основной disiplinaga o'rgatishga harakat qiladilar. Ustozimiz intizomga juda ham katta e'tibor qaratadilar. Masalan, bizga kun tartibi ham tuzib berishlari mumkin. Har bittamiz uchun alohida kun tartibi tuzib bera oladilar. Masalan, bir narsani qilish uchun ikkinchi narsani chetga surib qo'yish kerak emas. Hamma narsani o'z vaqtida qilish kerak. Kechki qorong'i uxlash vaqtida ham butun kecha hamma respublika uxlab turgan paytda turib dars qilsangiz hamma joy sokin bo'ladi va bu o'zingizga ham oson bo'ladi. Maktab darslarini ham qilish kerak. Masalan, qiz bola o'ynashini ham, ota-onasining ko'ngliga ham qarashi kerak, dazmollash kerak, idish tovoq yuvish kerak, ovqat qilish kerak. Shu bilan birga o'zini darslarini ham, tarbiyasini ham olib borishi kerak, to'g'ri intizomni saqlashi kerak deb aytadilar. Maksimum oilasiga kelib intervyu olish jarayonida shu narsani his qildimki, ota-onalar ayni damda, ayni yillarda farzandining ta'limiga juda ham jiddiy e'tibor qaratyapti. Dastavval oldingi yillarda faqat 9-10 sinf o'quvchilarini kursga olib borib qo'yish an'ana bo'lgan bo'lsa, hozir qahramonimiz Jahongir 12 yoshlaridan beri maksimum oilasining a'zosi ekanlar, ya'ni hozirgi kunda 14 yoshdalar. Uncha o'qimay kelsak, 1-2-3 marta kechiradilar, keyin oxirgisida Yomon bo'ladi. Bu urush nazarda tutiladimi? Aha. Nima deb o'ylaysiz? O'zi qattiqqo'llik kerakmi? Ba'zida kerak, lekin ba'zi bir odamlar o'zi bilib, tushunib o'qiydi. Ba'zi bir odamlar o'sha kerak, urush kerak. Urush kerak. Kimnidir urgan vaziyatlarda siz ham bor edingizmi? Qanday ta'sir qildi? Umuman bu ishni qilmaslik. Miyani joyiga qo'yib, o'sha o'quvchi qilgan xatoni qilmaslik. Ustozim haqida ular juda qiziqarli dars o'tadilar. Bizda o'sha tarix atamalari, masalan, ularni kulgiliroq qilib esda qolish uchun yodlatadilar. Nega o'quv markazingizning nomini aynan maksimum deb atagansiz? Bunda qandaydir bir ma'nomi, nimadir tarix bormi? 2012-13 yilda adashmasam, bir gazeta bo'lardi, bal maksimum degan. Shunda menga havas bo'lgan, o'zimiz ham test ishlardik, o'quvchilar ham test ishlardi. O'sha maksimal bal olish kerak. Shuni ramziy qilib bolajonlarimiz keladilar, minimal, ya'ni eng past bilan keladilar. Maksimal, ya'ni maksimum darajaga ko'tarilsin degan bahoni o'ylab,
o'quv markazini maksimum deb nomlaganmiz. Maksimum degani bu eng yuqori cho'qqa degani. Albatta. Shunaqa. Bugungi kunda qaysi kitobni mutolaa qilyapsiz? O'zi kitob mutolaa qilasiz va qaysi kitobni mutolaa qilyapsiz va tavsiya qilishingiz mumkin bo'lgan kitob. Bizda an'ana bor mulohazada har bir o'sha mehmon ana shu kitobni albatta o'qishingiz shart deb ketishadi. Va sizning fikringiz ana shu qaysi kitob sizningcha? Ko'p kitob menda hozir nima Ilm Maktubini o'qitgan edim. Keyin Kinosakini asari bor Boy ota, kambag'al ota. Shuni o'qishda maqsad berdim. Hozir o'zim shuni o'qiyapman. Men ko'rsatishman mumkin sizlarga kitobni hozir tugatgandan keyin men ko'rsataman, beraman. O'qib chiqib tavsiya qilardim. O'sha Robert degan inson yozgan. Boy ota, kambag'al ota juda zo'r asar haqiqatan ham. O'qish tavsiya beraman nimaga? Qachon odam kuchli bo'ladi? Yengganidami yo kechirganidami? Shunday holatlar bo'ladiki, biz kechira olmaymiz, lekin o'sha holatdan chiqib ketib yengib o'tamiz. Sizda bu qanday? Kechirsa yutadi. Inson kechirsa yutadi. Va hayotdagi eng og'ir kurash tashqi kurashmi yo ichki kurashmi? Ichki kurash. Inson o'zini yutib bilsagina natijaga erishadi. Tashqi kurash odamlarning ko'zi tushunmas. Ichki kurash eng yuqorisi deb baholayman. Va so'nggi savollarimizdan muvaffaqiyat mehnatmi yoki taqdir? Bilasizmi? Mehnat bilan inson boy bo'lganda edi, eshak millioner bo'lar edi. Xudo bergan odam boy bo'ladi. Xudo bermasa aytishadi-ku, eshak bozorda dallol ham bo'la olmaysan deyishadi. Shundan meni o'ylashim bo'yicha 99% mehnat qilish kerak, 1% omad deb baholayman. Lekin barchasi Xudodan tepadan. Xudo bergan odam baxtli yashadi deb o'ylayman. Shunday baholayman. Aytishmagan harakat qil, barakasi manda. Biz bu dunyoda kimdirni imtihon qilishga kelmaganmiz. Biz imtihon qilinishga kelganmiz. Va yana aytadigan o'quvchilarga aytgan gapim shuki, siz o'zingiz tanlang. Boshqaruvchi bo'lmoqchimisiz yoki boshqariluvchimi? Har zamonda telefon o'ynagan, o'qimagan, dangasa bolajonlarni kechqurundan tuni bilan kitob o'qib chiqqan bola bir kun kelib aniq boshqaradi. Tanlov o'zingiz qo'llaringizda. Shunaqa. Va uchta qaysi mashhur shaxslar bilan suhbat qurgan bo'lar edingiz agar sizga imkon berilganda? Birinchisi Jahongir Ortiqxo'jayev. Kuchli tadbirkor. Shu suhbatlashib orzu qilardim. Ko'rishib bilsam agar. Ana ikkinchisi ilm jihatdan Abdukarim Mirzayev. Yaxshi ustoz kishi. Suhbatlashib xohlardim. Muhammad Ali Eshonqulov. Bular endi aytganingizdek ham ilm jihatdan biz 10 til ustozlarimiz juda ham ko'p, tarix ustozlarimiz juda ham ko'p. Ular bilan har doim suhbatdamiz. Lekin bu uchta inson bilan ko'rsaydim juda yaxshi bo'lardi, deyman. Meni orzum shu. Va o'z-o'zidan yana bir savol ulab ketamiz shu yerda. Tarixdagi qaysi davrga qaytishni xohlardingiz va o'sha davrda kezishni istardingiz? Umuman tarix fan jihatdanmi? Tarix nuqtai nazaridan deyilgan. Amir Temur davrlari yoqadi menga. Nega aynan? Samimiy bo'lgan hammasi, madaniyat ham, ilm ham, ilm farvoji ham shu davrlar zo'r bo'lgan 14-15-asrlar. Har kimga qanday bo'lishingiz, kimdir qadim dunyoga qaytish xohlar, kimdir o'rta asrlar, kimdir yangi davrga. Men uchun o'rta asrlardagi Amir Temur davriga qaytishni xohlardim. Juda ma'qul o'zimga. Bir o'quvchi qizingiz savol berdilar, rosa bir ma'nosini tushunishga harakat qildik. Pyotr 2 paytida ustoz nima qilardilar o'sha davrga tushsalar? Qandaydir aloqalarni yaxshilarmidilar, nimalardir deb savol berdilar. Endi tushunganimizcha yozib olishga ulgurdik. Agar u davrga tushib qolganimda edi, Buxoro xonlari kabi yoki Buxoro amirlari kabi o'sha aloqani yaxshilardim. Pyotrni o'zi-ku eplab bilmagan bo'lsa-da, uning avlodlari bu ishni uddalashdi. Bizani ana shuncha bosib olishdi, mustamlaka qilishdi. Bu bir shaxs bilan bog'liq emas. Tarix juda katta. Hammaning ham vazifasi bo'lishi mumkin. Men bilsam, yaxshilik xohlardim, ilm fan rivojlantirardim. U davrlar o'zing u davrda yashamaganingni bilmaysan unda qanday bo'lishini. Hozir 2040-2050-yilda ular ham bilmaydi 2025 qanday bo'lganligini. Oddiy eslang, karantin paytiga qanaqa ahvolda edik, ana hozir qanaqa yashayapmiz yana. Shuni u davrga qaytsam, menga ma'qul emas lekin Pyotr davri. Menga Amir Temur davlari yaxshi yoqadi.
Shunaqa. Demak, qaytishni ham xohlamaysiz. Xohlamasdim. Esa 9-sinf 9-sinf o'tgan paytimizda yozilganlarni ko'rsam o'zimning jahlim chiqib boshlaydi ruslar bilan bo'lgan munosabatlarimizni. O'g'lingiz qaysi kasb egasi bo'lishni xohlardingiz deb o'quvchilaringiz savol yuborgan va nega? Hozir 2 o'g'ilning otasiman, 2 farzandim bor. Shu kattamiz Shahnur, kichimiz Bilol xo'ja. Bilol bog'cha boryapti, hali bilmaymiz qanday bo'lishini. Shahnur ko'proq matematika qiziqadi. O'ziga qo'yib beramiz. Men unday ota emasman, men tarixchi bo'ldim, sen ham tarixchi bo'lasan, balki sportchi bo'lar, balki biznesmen bo'lar, balki fizik bo'lar, balki doktor bo'lar. Bilmadik endi qanaqa. Shuni men qo'yib beraman o'zi xohlagan faniga. Hayotda eng kech o'rgangan, ammo eng muhim bo'lgan sabog'ingiz nima bo'ldi? Odamgarchilik. Kech tushunganman. Eng kech o'rgangan demak. Kech o'rganganman. Chunki do'st qo'lida yashadik. O'sha odamgarchilik qilib bilmadik. Endi 3-4 yildan beri qo'limiz bo'shab, tushunib yetyapmiz. Odamgarchilik degandan to'g'ri tushunib hammasi qadrindi. U ta'ziya ham, maraka ham, do'stlik ham hammasi. Otam bir gaplari bor, bolam, to'yga bormasang ham ta'ziyaga bor deydilar. Bu gaplarni keyin tushunib yetganman. Inson bir marta o'lar ekan, shu akam o'lgandan keyin aslında tushunib yetganman ko'p narsani. Shu uchun ham menimcha o'ylaymanki tushunib yetdim. Lekin bu yo'g'ini mahkam ushlaymiz. Har bitta jabhada odamgarchilik kerak deb o'ylayman. Shunday baholadim. Sizningcha insonning eng katta hayotiy vazifasi nima? Hayotiy vazifasi. Insonning ustoz sifatida emas, balki har bir insonning insoniy vazifasi nimadan iborat? Yaxshi yashab o'tish kerak dunyoda. Hech kimni aldamaslik kerak. Vazifasi jihatdan jamiyatga yaxshi farzand tarbiyalash kerak. O'zidan keyin munosib farzand qoldirish kerak. Men shunday baholadim. Insondagi agar oiladagi erkak sifatida, sifatida bo'lsa agar, oilasini yaxshi ta'minlash kerak. Uni otasiga yaxshi qarash kerak. Har bitta insonning orzusi shuki, shu narsalar o'zingga qaytadi deb o'ylayman. Shunday baholayman. Hayotda qaysi qarorlarni qabul qilish siz uchun qiyin bo'lgan? Bu qiyin ekan o savol. Chunki bu mening o'zimning shaxsiy savolim. Qiyin ekan. Qaror qabul qilish. Mulohazaning savollari bu. Qaror qabul qilish masalasi bo'yicha aytyapman-ku. Shu unaqa muammoga duch kelmagandirman balki. Qanday qilib qaror qabul qilish kerak? O'sha vaziyatni o'zidan chiqib ketib qaror qabul qilaverganman. Lekin hamma zamonda o'sha biror mulohazali bo'lmagandirki men hayotimda. Shu darajada vaziyat bo'lmagandir balki. Ilohim bo'lmasin ham. Va siz uchun baxt nimadan iborat? Baxtni 3 ta so'zda ta'riflang. Bilasizmi, ekran ortida bizlarning kuzatuvchilarga aytamanki, siz agar ona otangiz tirik bo'lsalar, agar siz eng baxtli odamsiz. Birinchisi shu. Ikkinchi, oilangiz tinch bo'lsa. Uchinchisi, siz har doim kimdir tomonidan sevilib va sevib yashashingiz bu yaxshi. Menda shunday bo'lmagan. Onam, otamni ham kuttirdim, ham o'zim kutdim. Faqat ish bo'lib ko'p mehr bera olmaganman deb o'ylayman. Shuni sevib yashash kerak. Ona otaning tirikliklari katta baxt, oilamizning sog'lomligi katta baxt, undan ortiq nimasi kerak? Baxt, sog'lik shu. Inson o'zini qanday topadi deb o'ylaysiz? Bilamizki, hayot yo'llarida kasb nuqtai nazaridan va shunchaki shaxs nuqtai nazaridan qaysidir o'rinda turmush o'rtoq, qaysidir o'rinda ota, farzand, aslida hammasini birdek olib borish bu juda ham murakkab. Lekin o'z-o'zidan inson o'zini topishni istaydi. Shunday holatlar bo'ladiki, inson yolg'iz qolishni xohlaydi. Aslida qayerga qarab ketyapman deydi. Va sizda ham shunday bo'ladimi va qanday yetib bordingiz o'zlikdan o'zlikkacha bo'lgan yo'l? Bilasizmi, insonni o'zini topish uchun eng katta narsa uning xatolari. Qancha ko'p xato qilasiz, shular sizni o'zi topishga yordam beradi. Yolg'iz qolib, dod deb inson baqirish, hammada bo'ladi deb o'ylayman, hammada bo'ladi. Bu ishni og'irligidan emas, yoki umuman inson zotiga xos xususiyat deb o'ylayman. Lekin men o'zimni topishimga faqatgina xatolarim sabab bo'lgan. Xato qilaverib, keyin o'zimiz topib hali ham davom etamiz. Mukammal hech kim yo'q, hammada xato bor.
Hali ham o'zim topaman deb o'ylasam kerak deyman. Hali hanuzgacha men ideal bo'lib o'zim topdim deb baholayman. Hali ham topyapman o'zim. Ayni nuqtada savol, xatolar dedingiz. Sizni eng ko'p o'stirgan xatoingiz. Shu xato sizni juda ko'p o'stirdi. Ham inson sifatida, ham balki ustoz sifatida. Keskin o'stirgan xatoingiz. O'rnak olgan holatda. Bir kishining haqqiga xiyonat qilganman. Yaxshi inson kishi. Juda tan olish aslida. Tan olaman, uni har joyda aytganman. Qoyil. O'rningizda boshqa O'zlarini ham ularga borib aytganman, haqqiga xiyonat qilganman. Ana o'sha insondan men borib uzr so'raganman, o'zimizda yaxshi aloqalarda. U kishi boshqa davlatda yashaydilar hozir. Birinchi shu juda qattiq meni ta'sir qilgan. Ikkinchisi aldab ketganman. Pul jihatdan emas, aldab ketganman bir og'aynimizni. Bu ham men o'ylayman xatom. Eng qoyil maqom tarafi va bu siz bu narsani tushunib yetgansiz. Haqiqatan ham bu xatolar sizni o'stirgan. Albatta. Va yoshlikdagi yosh Sherzodga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Yoshlikka qaytsak, bilmadim, qiyin ekan. Bo'lmagan mana unaqa savol. Hozirgi Sherzod Rahmon shunday turib yosh Sherzodga nimalar degan bo'lar edi. Bu nafaqat sizga, balki sizning o'sha yoshlik davringizdagi o'sha hozir yosh bo'lgan o'quvchilaringizga, balki qachondir farzandlaringizga yetib boradi-da bu narsa. Behuda vaqtingni sarflab, faqat ko'chaga koptok tekkandan ko'ra kitob o'qi derdim. Yosh Sherzodga va hech qachon aytardimki, sen topadigan 200 so'm, 300 so'm, shunaqa 2002-yillarni aytyapman sizlarga. 2003, 2002-yillarda ko'p ana hozir ham bor game klub deydi. Shu igrovoy zallarga bormagin derdim. Ko'p vaqtim berib yorganman 2-3 yilni. Shu soniy jihatdan yomon bo'lgan. Kompyuter o'yinlariga berilgan biza. Hozir yoshlar hozir ham bor. Tutib kelamiz, aytamiz. Hozir o'zimning uyimda bor. Uni bilasizmi, me'yordan ortig'i ko'p. Me'yorda bo'lish kerak. Men o'sha yoshlarga aytardimki, bunaqa joyga vaqting ko'p sarflama derdim. Yosh Sherzodga, ha? Sizningcha haqiqiy ma'naviyat nima, ustoz? Ma'naviyatni nimada topdingiz? Bilmadim lekin. Qiyin. Ol topmadim balki. Balki hali topmadingiz. Qiyin bir savol. Bo'lsa aytardim, ochiq isbot qilyapmiz. Hech qachon bunaqa kanalga bunaqa ochiq isbot qilmaganman. Shuning uchun ham mulohazada ko'rsatuvnoma. Lekin men bilmadim, savolga javob bera olmasam kerak. Ma'naviyatni hali topmadim, yo'q. Lekin menda aslida sizni kuzatib javob bor. Men shu yerga kelib ma'naviyatni ancha jihatini ko'rdim. Bir qadam qo'yib kirganimda maksimumdan o'quvchilaringizni qo'li ko'ksida salom berishida, opajon deb muomala qilishida, garchi umuman tanimasa ham va chiqib ketayotganda tarbiya bilan munosabat qilishida, yetti yot begona bo'lsam ham menga yordam berib o'sha Instagram tarmog'ida ana bunday qiling singlim, bunisi xato, bunisi to'g'ri deganingizda bildimki, aslida siz ma'naviyatni topgan insonsiz. Balki maksimum qadriyati shunaqa. Maksimumni shu asosda qurilgan maktabimizda birinchi shu aslida. Asli e'tirof qilsalar biz xursand bo'lamiz, o'zimiz aytsak bo'lmas deyman. Bu e'tirof etilsa arziydi, ustoz. Xo'p, tarbiya jarayonida eng asosiy narsa nima? Sevgi, qat'iyat yoki intizom? Uchalasidan biri. Intizom. Ota-onalar tarbiyasida eng ko'p qiladigan xatolik nima? Ya'ni siz bu savolga ham o'zingiz ota sifatida, ham qachonlardir farzand bo'lganingizdagi o'sha travmalar kelinki sifatida va bugun repetitor sifatida javob beringki, ota-onalar hozir nimada, qayerda, qanday xatoga yo'l qo'yapti? Ota-onalar bolasini majburlashi katta xato. Qaysidir fanni egallashga bolani majburlamaslik kerak. Meni maslahatim, bolani yoshligidan 6-sinf, 7-sinfdan har bitta fanga bir oy qo'yib chiqish kerak. Qani qaysi o'qituvchi, qaysi fan ustozi uni o'z ortidan ergashtirib bilib, o'sha fanga qiziqtirib bilsa, bilingki, o'sha fanga uni qo'yib biladi degan. Inson beqobilat bo'lmaydi. Qaysidir fanga aniq bor. Masalan, men fizikani, matematikani o'rganib bilmayman. Lekin tarixni, umum tilni, huquqni jondan yaxshi ko'raman. Balki shu fan ustozlari menga mehr uyg'otishgandir shu fanga.
Shu maslahatim bolangizni majburlamang. Bu katta xato bola tarbiyasida. Yana bitta odat borki, agar ona ota doktor bo'lsa, bolam ham doktor bo'lishi shart deb baholashadi. Militsiya bo'lsa agar, militsiya xodimi bo'lishi shart. Unaqa emas. Balki u telefon ustasi bo'lishi xohlar. Balki u sportchi bo'lishi xohlar. Shuning uchun ham bolaga qarash kerak va har bitta fanga yoshida qo'yib ketish kerak. Qani qaysi fanga u qiziqadi. Shunda yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mustahkam xarakter qanday shakllanadi? Menda mustahkam xarakter yo'q deb o'ylayman. Ko'p joylarda rol o'ynayman. Oilaga bo'lsam yaxshi ota rolini o'ynayman. Onam oldida bo'lsam yaxshi o'g'il rolini o'ynayman. Bularga kelsam eng yaxshi ustoz bo'lishni xohlayman. Men lekin xarakterimni o'zim bilmadim. To'g'ri injiqman, bir kishidan xafa bo'lsam kek saqlayman. Ana xarakterim balki xarakterim kimlarga yoqar, lekin kirishimliman. Menga nisbatan kimdir bitta oldin qadam tashlasaga, men ikkita qadam tashlashga tayyorman. Shunaqa keyin buyuklar aytishadi-ku, kekkaygin, boshing osmonga yetguncha deydi. Egilganga egilgin, boshing yerga tekkuncha deydi. Shu prinsipni qilmoqchi bo'laman. Lekin yana negadir nimadir qarshiliklardan xarakterim nisbatan yana mablag' kirib ketayapman deyman. O'zingiz e'tirof etganingizdek, Sherzod Rahmon oilada ota rolida, xo'p va farzand rolida, darsda ustoz rolida. Sherzod Rahmon o'zi bilan qolganda kim? O'zi bilan qolsa, qanday savollar borki, u javob bera olmaydi bugungi Sherzod bu yoshda? Ochiqchasiga agar imkon bo'lsa. Chunki biz bilamiz, psixologiya va boshqa fanlardan ham o'rganishimiz mumkinki, 30-35 yosh bu bir shunday bir yoshga yetib borgan bo'ladiki, inson aslida hamma narsaga erishib bo'lgan, lekin yana nimadir yetmayotgandek va yolg'iz qolganda inson o'zini ko'proq so'roq qilishni boshlaydi. Ya'ni qanday savollar bilan o'zingizni tergab turasiz? Savol bo'lsa, san kelajakda bolalaringni yaxshi tarbiyalab bilasanmi deb savol berardim. Shu bolajonlarimni ham yaxshi inson bo'lganini ko'rib bilarmisan deb savol berardim. O'zing kimsan deb savol berganimizda men oddiy bir inson, qora mehnatdan chiqqan inson deb baholayman o'zimni. O'zimga savolda shuni beraman. Lekin katta orzularimni, bolajonlarimni kelajagini ko'rish, ularni shu yaxshi inson qilib tarbiyalash, boshqa hech nima kerak emas menga. Ko'p savol o'ylantiradi meni. Qani shu ikki farzandimiz kim bo'lar ekan deb. Ko'p savol beraman. Ko'p ko'zim. Sabab bilasizmi nega? Men shu yoshimda 10 mingdan ortiq bola o'qitdim. 10 mingdan. Lekin menda esa ikkitagina o'g'il bor. Shu ikkitasini 10 mingta qatorida ham yaxshi o'qitib bilsam, men shu eng zo'ri shu deb o'ylayman. Albatta. Siz uchun ustoz deganda, ustoz degan so'zni o'zi bir jumlada birinchi qanday ma'noni olib keladi? Bilasizmi? Hamma ustoz bor, har sohada. Har bitta insonda ustoz bor. Lekin hamma ham ustoz bo'la olmaydi. Ustoz deganda bu kirib fanni o'ch degan emas. Pedagog mahorati ham bo'lish kerak, tajribasi ham bo'lish kerak, hammasini tushungan bo'lish kerak, bolani tushunib bilish kerak. Bolani yaxshi ko'rib, u bilan birga yashasa, o'shanda ustoz bo'ladi. Lekin bir harf o'rgatsa ham ustoz. Bezga aytmaydi. Seni bir harf o'rgatgan ustozing bozorga chiqib qul qilib sotsa ham, sen shogird haddingga tur deyishadi. Shu aytmoqchiman, ustoz hamma narsa. Kim bilasizmi, bir maqol yozatishadi. Ustoz otangdek ulug', ustoz otadan ulug'. Bu bahs ochadigan narsa emas. Ustoz otadan ulug'. Otangdek emas. Sababi bu shunday keladi hadisda. Buni ulamolar isbotlab berishgan. Shaxs sifatida emas, maqomi ulug'. Maqomi ustozni otadan ulug', shaxs emas. Ustoz ota qo'yilgan paytda hamma otasini tanish aniq, otam kim? Taqqoslash emas demoqchisiz. Shaxs sifatida emas, shuni to'g'ri tushunishadi, doim aytaman shuni. Balki o'z bu gapdan keyin boshlandi negativlar gapirish. Lekin ishoning, hadisda bo'lishga hech kimning haqqi yo'q. Ustozni maqomi otadan ulug', maqomi faqat. O'zi emas, shaxsi emas. Ustozlik nomi, kasb sifatida. Shundan baholang, ustoz kim degan paytda shundan xulosa chiqarsa bo'ladi. Shunaqa. Kelgusi avlod, o'quvchilar sizni qaysi 3 ta so'z bilan eslashini va yod etishini xohlaysiz? O'quvchilari uchun hech narsani ayamagan, ularni doim yaxshi ko'rgan va mard deb eslash xohlardim. Rostdan ham, hozir ham shunday, bundan keyin ham shunday bo'lsa kerak. Bolajonlarimiz uchun hech narsani ayamaymiz. Borimizni beramiz, ishlaymiz, natijaga erishamiz.
ona-otalarning yuzlarini yorug'lanib eltadi. Boshingizni yostiqqa qo'yganda sizni bezovta qiladigan, halovatingizni ustoz va inson sifatida olib qo'yadigan jamiyatdagi sizni qiynayotgan fikrlaringiz, o'ylaringiz va muammolaringiz. Jamiyatimizdagi muammolar, odamlar o'zimga ham shu savolni beraman. Samimiylik yo'qoldi. Bu juda qiyin, o'ta qiynaydigan savol meni. Keyin yoshlarimizni kelajakda qanaqa inson bo'lib yetishishi, bu dangasalarni ko'rsangiz, o'qimaydigan bolalarni ko'rsak, kim bo'lib yetishar ekan o'sha degan savol ko'p qiynaydi meni. Bilasizmi, bir necha yillar oldin mehribonlik uylari bo'm-bo'sh edi, yetimxonalar bo'm-bo'sh edi. Hozir shular to'lib toshgan. Shular qiynaydi. Har bitta insonning o'zidan, har bir jamiyatda muammo bor. O'zbekistonda ko'z tegmasin, yangi O'zbekistonimizga. Lekin baribir bu muammolarni inson o'zini o'zi to'lasa, o'zini yo'qlab bo'lmas. Shunaqa muammolar ko'p. Ustoz sifatida har bir pedagogga va pedagogik jamiyatga yo'llaydigan savolingiz qaysiki biz bilan doim yashasin va talabingiz va iltimosingiz? Barchangizga aytadiganim nima? Sog'ligingizga ehtiyot bo'ling. Sog'ligingizni barcha repetir ustozlar sog'lik ketgandan so'ng hech narsa bo'lmaydi. Sog'likka mustahkam bo'lish kerak deb o'ylayman. Birinchi o'rinda sog'lik. Bugungi kunda aytishni xohlaysiz, lekin bizning mulohaza ko'rsatuvimizda unday savol chiqmadi yoki unday fikr chiqmadi, lekin siz juda aytishni xohlaydigan fikrlar va dildagi gaplaringiz ustoz. Endi unaqa har bitta insonda bo'ladi, ko'p unaqa gaplarim. Biz aynan shuni eshitishni xohlaymiz va shu uchun ham balki shu yerdamiz bugun. Men o'quvchilarga ham o'sha bizni kuzatib turganlarga ham aytaman. Sizga qattiqroq foyda bergan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Bilasizmi, har bitta insonning o'zini falsafa kuchi bo'ladi. Har bitta inson o'zicha fikrlaydi, o'zicha haqman deb o'ylaydi yoki o'zini doim yuqori baholaydi. Men aytmoqchi edimki, hech qachon o'zligimizni yo'qotmaylik. Ortga qaragan paytimizda kim edi, kim bo'lganimizni unutmaylik. Ona-otalarimizni doim duolarni olib yuraylik. O'quvchilarimizga maslahat shuki, hech qachon dangasalik qilmang. Yorug' kunlar, yaxshi kunlar oldinda birgalikda eplab ketaveramiz. Va butun aytaman barchaga, hech qachon bir-birimizni aldamaylik. Men shuni aytmoqchi bo'lardim. Shuni kutdim. Aldash o'zingni aldash bilan barobar degan. Hech aldamas kerak. Va o'zingga ravo ko'rgan narsani birovga ham ravo ko'rib bilishni men aytgan bo'lardim. Rahmat ustoz, savollarimiz orasidan siz sizga eng yoqqanini tanlab berishingiz kerak. Yosh Sherzodga nima degan bo'larding? Va sizni sal dilingizni xira qilgan, imkoni bo'lsa keyingi mehmonlarga ana shu mavzuda savol bermang deydigan savolingiz qaysi bo'ldiki, biz bu xatoni qaytarmaylik. Yo'q, savol hammasi yaxshi. Savollar saviyasi haqida fikringiz juda yaxshi. Rahmat sizga. Sizlar ham xudomadlaringizni bersin. Aytyapman-ku, shuncha urinyapsizlar, modullar berish xalqqa. Albatta. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Mulohaza o'z haqida fikringiz va kuzatasizmi degan savol. Kuzatib turganimiz uchun, sizlarni ko'rdik uchun ham rozilik berdik shunga. Rahmat ustoz. Kanal rivoji yillar o'tgandan so'ng, shu paytda eslashamiz, biz ham intervyu bergan edik deb. Albatta. Ishoning birorta joyga men chiqmaganman, faqat rahmat amalab. Sizga kattakon rahmat. Ustoz Sherzod Rahmon bilan bo'lgan suhbat men uchun juda mazmunli bo'ldi. Ustozning o'quvchilari bilan qilgan har savol javobim esa yana bir narsani ko'rsatdi. Ta'lim haqiqiy kuchga ega bo'lishi uchun ustoz va o'quvchi orasida chinakam hurmat bo'lishi kerak. Bu yerda o'quvchilar ustozlarining ba'zan qattiqqo'l bo'lishini tushunadi. Ularning metodlari nima uchun muhimligini bilishadi. Intizom bu g'amxo'rlik ekanini anglashadi. Shu bois ular ustozlarni hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi va o'zlaridagi natijani ko'rib, bunga arziydiganini tushunishadi. Sherzod Rahmonning hayoti, falsafasi va maktabni boshqarish uslubi shuni isbotlaydi. Haqiqiy ta'lim bu faqat dars emas, bu o'sish, bu tarbiya, yo'l ko'rsatish va ma'no. Bu maktabda bolalar shunchaki o'qishmaydi, ular rivojlanishadi, ma'nan va ta'limiy nuqtai nazardan. Mening loyihamning maqsadi ham aynan shu.
Jamiyatimizga o'rnak bo'ladigan ustozlarni, maktablarni, ishlaydigan ta'lim tizimlarini ko'rsatish, o'zimizni rivojlantirishga undash va ta'lim tizimini yaxshilashga hissa qo'shish. Biz ilm olishimiz kerak, bilimga intilishimiz kerak. Biz har kuni o'zimiz ustida ishlashimiz kerak. Xoh o'quvchi bo'laylik, xoh o'qituvchi va yoki ota-ona. Ushbu intervyuni tomosha qilayotgan barcha o'quvchilar, ota-onalar va ustozlarga aytmoqchimanki, ta'lim hamma narsaning asosidir. Unga qancha ko'p sarmoya qilsak, kelajagimiz shuncha kuchli bo'ladi. Agar sizga ushbu suhbat yoqgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Siz bilan Nilufar Karimova bo'ldi. Mulohazada ko'rishguncha.